Şu bugün nəhayət açığım geldi qarang. Bu xislat müdür özünü lider çağlap qılıyatqa oxşamamda. Lekin xislat müdür xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Şoňa lider uning ishini da. İşini de. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki? Ularning o'ttirisida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat müdür nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq to'ttamningmi qo'lg'a va. Biz bu gapni qilib, aytugin bola qilmayli yana. Bu boshliq bilan kotibning o'tirishlik munosabat degan qash bilan kirpikdek yaqinli bo'ladigan ish bu. Agar bu xislat müdür hali deydigan bo'lsa, mush direktorga moqqada xo'sh qilib qabul qilarmikin? Direktor, Agar sizlar degandek bo'lsa, biz cho'qim xo'shallik bilan qabul qilamiz. Biz unda demoqchi emas. Biz unda demoqchi emas. Men gapinglarning hammani tafsil anglab chiqdim, ha? Ishkinglar bo'lmasa, dadamning xili sodiq mudirlari, ha? Og'zinglarga hezi bo'lib yuringlar. biz İşlemdingizmi? Praktik vaqtim to'shibdi-ka, bugun rasmiyatlarni bajargili keldim. 2 oy vaqtim shundoq tez to'shib ketdimi? Shunda. Nima degan tez o'tgan bu 2 oy. O'lka sizni kimni ko'ramaydi albatta. Turgan ishga chiqay. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Xislat müdür hali deydigan bo'lsa, mush direktor o'zini Oy, ha keldinglarmi? Onun üstüge boylıkı aldın ala, avazını ılıkı, ünge ilağın nakşı emas. Bu nak meydandaki nakşı. Hayır, keldi qara. Ha, qandaq? Kimlikni to'liqlab belgili bo'lamdi-ku? To'liqlab berdigan bo'ldi. Lekin shu bir necha kun saqlaydigan o'xshaymiz. Mayli emasmi? Saqma putsila. Shu qaysar ko'rinmaydi qofka. Oy, ba aka. Uydan chiqmay o'tirdi-ku. Nima ish qildi-ku tan uy o'jirisda? Ha, tomoq yegansizlar? Biz choy ichdik. Aka, sen o'tirib turgin. Men choy damlab chiqaychi. Ha, bir shundoq qila. Nima yerdan ishlayapman? Voy bala. Alban cho'qimla yaxshi ma'lumotlar bo'lsa, tekstil qilib o'g'limni sistemlab bir tarbiyalagan. Ol balamni sap qilay. Ko'ras bola. Ha. Necha kun bo'ldi bo'y turayotqila. Ota-onangizni telefon berib xabarlantirib qo'ydingizmi? Ay bu otam deganchi boladan bek ansiraydi. Mening qizimmi Qashqada. Kunda nima yegandi, nima ichgandi deb xiyolim shu yerli bolam. Shu amma xabarlantirib qo'ysam-ku bo'ldi, lekin o'zimning telefoni yo'q. Ondan teshig'i chiqsam, ommaviy telefonim yo'q ekan. Voy balam, nədiki gapni qildi ekansiz? Uyda telefon bor. Voy juring. Mening qo'l telefonimda hozir buruq. Qarab turasiz sizga. Ha? Adaş qana oldu? Aloqlasha oldingmi? Voy, men telefon qilmay qolamda, men qilsam etikka shu. Etib oldi albatta. Qarab turmang, bir mo'sh bu ziyon bo'lgan ozda salchiq kelib chiqdim men. Ha?
Ha, ma'qul. Lekin xabar bo'lsa, menga vaqt dajma adash. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Xo'sh. Nima? Qo'g'livatdi? Nimaga qo'g'livatdi? Nimni xato qilganimni bilmayman. Tuyuqsiz chaqirtib qo'g'livatdi. Siz bir ishni xato qilgan gap. Kamchiligingiz tutqizmasangiz, u siz nimish qo'g'laytidi? Shu tuxum. Tuxum? Tuxum yeganim uchunmi? Shundoq. Men mening odamlarimning ma shirkatda bir narsa yeyishni qat'iy yoqtirmayman. Uning ustiga ma ish derzini ichib yotmay butun shirkatni tuxum purti tutibsiz. Kechiring, atigan nashta qilishga o'rgan. Ey, yarim soat baldir qopsangiz ham tugaydigan ish-ku. Men siz kirgach ishik derazani ichib o'tmoqchi. Bek banaringizni azot gaysiz. Bo'ldi. İşte to'xtam. Chiqin. G'alit ishqu bu. Yo'q qilan ishlarini bahona qilib qo'g'livas qandoq bo'ldi? Shu emasmi? U yerda 9lar bilan ishga keladi. Bugun yarim soat burun kelibdi. Nasbas-to'g'u meni. Endi bu Polat direktoriga kimni saplab bersak bo'lar? Ya bo'lmasa Odila navatamdiga. Odila? Bo'g'dik. I was college, I taught English training class. Biz qaysisingiz o'g'il ekansiz? Men inglizcha, ruscha, fransuzcha bilaman. Siz yomonjiq til bilgansiz-ku. Yaxshi aytolmsiz? Naqsha dedingizmi? Men naqshiga paq qiziqaman. Qara qog'larim qayrilib bo'shdi. Bo'ldi. Nima shu? Yaxshi tilga odamlar faqat xo'sham yo'qda. Qaysisingiz? Yaxshimsiz direktor, men asmim Nadira. Bu yil 25 yoshga kirdim. Bo'ldi, siz chiqib ketsangiz bo'ldi. Yaxshimsiz direktor. Qaysisingiz bo'ldi? Yaxshimsiz direktor, ismim Nafisa. Men shirkat xizmati bilan shug'ullanaman. Qaytam. Yaxshimsiz direktor, ismim Gulfiya. Mening kompyuter saviyam bilan davlat til saviyam yaxshi. Qaysisingiz bo'ldi? Yaxshimsiz direktor, ismim Madina Aslan. Bu yil 25 yoshga kirdim. Iqtisod boshqarish kasbida o'qigan. Qaysisingiz bo'ldi? Buna katip lazım da qilmaydi. Lekin kotib bekitishda direktorning degini hisobda. U bizni bo'zak ko'rib qoldi. Biz bu yerga xizmat qilg'il kelgan. Uning sesiq gaplarini, to'nqaboqlarini ko'targil kelmagan. Shu emasmi? U rostla bizga ol qildi. Rostlam. ning chempioni Air Champ. Qalğaç markalık sopun paraşuki vətən erkin çıxırdı. Vay niminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Parila. Men Dilkan Xalqaro sud cheksiz şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Lider nemish Polat qiras gap qilmaydigandi u. Liderning loyiq Amina xonim tursa, ya siz bo'lmasangiz. Lider vaqtini sir tutmoqchiga. Bundaq bo'lganda siz aslida uni ishxonasiga o'tib ketamsiz? Yo'q. Bu qanday gap endi? Hargiz undaq bo'lmaydi. Qalaymiqan gap qilmang.
Cesur doktor uyga ketmaganmidi? Yo'q, qaytib ketmadi. Kecha operatsiya qilgan bemorning ahvolida o'zgarish yo'q qilib, Jasur doktor qaytib keldi. Kecha bemorning ahvolidan xabar olg'achqa yaxshi orom ololmadi. Hozir bemorning ahvoli qanday? Hozir xil yaxshi, xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Uyg'otma, uxlayapsiz. Nima? Meni Po'lat direktorning qishiga yetkazib o'tamsiz? Aliya. Bugungi faoliyatga men qatnashmasam bo'ldi-g'andu? Ha, bo'ldi. Tushdan keyingi yig'inda liderning yenidan ayrılmang. Bildim, müdür. Ertasiga soat 8 da liderning nashtasini, to'g'risini tayyorlab bering. Uningdan boshqa qisqa uçar orqali liderga yig'inning o'rnini ham vaqtini eskartib qo'ying. Tushundim, müdür. Bugun toza mijozim yo'q. Ishdan baldiroq tushmoqchiman. Japat qilgan bo'lingiz. Asma ma'lum. Xislatmidi? Men aytadigan 7:30 bilan kelib bo'lma. Baldiroq kelib, tayyorlik qilishtirasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki istipanammi? Men obdanroq o'lish baxsam bo'ldi. Istipanami? Bolam, atangiz nima ish qildi? Dadam bag'vonchilik qildi. Ha. Bizning bir beg'imiz bor. Shu yerda chilan terib kirim qildi. Ha, atangiz toz ilg'or dehqonkanda. Boshqa tuqqanlaringlarchi, ular nima ish qildi? Ularimiz yurtda. Mening bir akam bor. Voy, qaysar akangizga o'xshash akangizdan birisi bor ekanda. Lekin sizda chilar qo'llanmoqda. O'jan ma aqlliqligini voy tatliq, voy qo'maq. O'jan, adamning amroqligini kaysiz. Sizni bunday ekan hamma desam bo'ladi. Voy chiqib bolam, apa desingiz mayli. Yaxshimisiz, qo'shnim? Yaxshi. Keling. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Men tam qo'shningiz. Ha? Mal so'qmoqxonimi? Ha, bu so'qmoq do'koni mening. Ismim Olim. Necha kun bo'ldi kiramadim. Yaxshi bir do'kon ochib olibsiz. Muborak bo'lsin. Voy, rahmat, o'zingizdan bo'lsin. Bu mening do'konimning mahsuloti. Terib boqasiz. Voy, avvar bo'lib. Rahmat. Ondan tam qo'shni bo'lgandan keyin qanday bir ish ishlar bo'lsa, yordamim kerak bo'lsa, ayt desingizli bo'ladi. Ma'qul. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, kiravering, ha? Xotinman. Ma'qul amsa, men chiqay. Bo'ldi, rahmat sizga. Sizning ismingizni? Ha, Oysham. Ismim Oysham. Ha, ma'qul. Ma'qul. Voy balam. Nima deymiz endi? Bu balla shundoq tarbiyasiz cho'ngib qoldi. Ha, faqat adamgarchiligi yo'q. Mush itpagan tomog'ini yeydi, yeb bo'lpam uylarga kirib yotdi. Voy, uni bir dema. Ha. What's Va Parizada. Voy, tishmoda. Ishlaringiz tugdimi? Ha, bo'psanmi? Balam, ishlaring tugab qoldimi? Voy, anim bo'lsa. Voy, mendan xotirjam bo'l. Ammo ballavago sening yo'qligingni bilindirmay. Shundoq yaxshi qaravotdi menga. Mo'minjonmichu kunda kelib yo'qlab turibdi. Ishlaringmi oz qolgandi? Ha, bo'ldi balam, bo'ldi. Kechqurun gaplashaylikmi? Adam kirib qoldi. Buldu. Keş görüşeyle, ha? Voy. Hemen açtın düştün. Sen saklap durun.
Hazırlan bana ya. Hı. Resmiyet anlamışsın becirip oldum. Hem de ertelerim başlap koydu aramalı. Hemiz duydum ha? Ha. Yaxşı öptü. Hı? Bu işgay praktik vaqtda jab tez to'shib ketdi. Bunun hech kimiz kunni ko'rishamaydigan bo'ldik-da. Nimish ko'rishamaymiz? Hech bo'lmasa telefon bosib ko'rishib turmiz. Men necha vaqt telefon qilmay. Cesur. Ha? Bizga qizim mening chet elga chiqib o'qig'im yo'q. Uyi bo'lsam yolg'iz g'iribsin qilishimdan qo'rqaman. Berna, bundan demang. Bu bir yaxshi fursat. Men sizga shunday siz cho'qim qila olasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki Stepanami? İş bir yere gitken. Hem de bak istiyoruz gerek. Niye kim kapsız bu? Bu ne lan? Bu ne deb, bunu kim dadam bilan bo'lgan har qanday munosabatni saqlamoqchi. Nima? Bu pulni elib shirkatdan ket demoqchimi? Siz kino ishlatdimsiz, elishib qoldingizmi? Ha? Yetişip qoldingizmi da? O'zing boshliq qilgan ishlarni qilamda. Men sizga necha qatim aytdim. Lider bilan hech qanday munosabatim yo'q dedim-ku. Siz nima ish qilmaysiz? Ilama pulni. Nima ish bo'ldi? Filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan mazmun haqiqatan bizning jamiyatimizda, bo'pmi shahar turmushida dal yuz berayotgan hodisalarning biri. Ya'ni jiddiy sur'atda davom etayotgan shahar hayoti otalar bir oiladagi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida saqlang'ili bo'lmaydigan darajada ma'lum bir uqishmaslik, o'zaro tushunishmaslik hodislarini paydo qilib qo'ydiki. Masalan biz Urumchining turmushini olib aytsak, yana nurg'un oilalarda shunda qasddanlik yo'q. Farzandlarning va dada onaning o'rtasida bir-biriga qiydaydigan, bir-birining fikriga bo'ysunmaydigan ish hodisalar davomli yuz berib turdi. Ba'zi farzandlar xizmat jiddiyligidan, xizmatning besimidan, jamiyatdagi munosabatlarning murakkabligidan, har xil sabablar tufaylidan ota-onalarning maqsad muddalarini tushunishga ko'ngil bo'lmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib oldirmay, mundashmaydigan, sirdashmaydigan, mana shunday sirdashmaslik sababidan o'tirda orliq paydo qilib qo'ydiganda ishlar bor. Yana garchi maqsadsiz yoki qasddansiz bo'lsa, oldirashchilik ichidan bugun bordim, erta bormsam bo'ladi yoki bir necha kundan keyin berib ko'rishsam bo'ladi degandek shunday bir bana sabab bilan ota-onalarimizni vaqt qaralida yo'qlab, ularning holini so'rab turmaydigan ahvollarmi bor. Ularni qasddan unda o'rlashtirgan ish emas. Haqiqatan jiddiy shahar turmushida yashayotgan farzandlar to'laroq vaqtdan bir qisilib qoladi. Chunki cho'ng shaharlarning turmush sur'ati intayin tez,
bir ishga bir ish ulashib kelayotgan, xizmatga munosabat ulashib kelayotgan degandek. Ko'p ota-onalar hamda ota-ona deganning bag'ri keng bo'ladi. Har qanday ota, har qanday ona o'z farzandini ayblimaydi bu ish to'g'riliq. Lekin dillari bir xil g'erib besib qoladi ekanda, shunday bo'lganda. Ranjimagan taqdirdami? Shu farzandlarni ko'gis keldi, necha qatim ko'gis keldi, necha qatim apo qildi, necha qatim to'g'ri tushundi, lekin oxiri bo'lganda bu apo qilish, bu chidam g'ayrat yig'ilib kelib, ko'nglida bir xil g'ubar yoki bir g'am andisha yoki bo'lmasa, shunday bir xil g'eriblik paydo bo'lib qoldi ekan. Endi ota-onalar farzandlarni kichik vaqtida uningga tog'dek, bog'dek bir obrazli bo'lsa, bolalar cho'ng bo'lgandan keyin ota-onalar xuddi o'zining ballarning kichik vaqtiga o'xshash bir almışıp qilish bo'ldi ekanda. Cho'ng bo'lganda ota-onalar ballarga ehtiyojli, bo'pmi ballarning mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'lib qoldi ekan. Shu sababdan bu filmda yana bir olg'a surmoqchi bo'lgan bir markaziy ideya oiladagi ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi o'zaro tushunish, o'zaro ishonch, o'zaro shunda bir-biriga ota-onalarni tushunish va ota-onalar farzandlarni tushunishi degandek shunda bir haqiqatni shu jamiyatda yashayotgan barliq kishilarga o'qitmoqchi. O'zaro oilada shunday yaqin sirdishish ko'proq bo'lganda farzandlar va ota-onalar o'rtasida cho'qim nurg'un narsa o'zaro tushunib yeshiladi, fuqishmasliklar yeshiladi, tushunish cho'nqurlashgan sir mehr muhabbat cho'nqurlashadi. Menimcha yana bu voqelik orqali kishilarga demoqchi bo'lgan bir gap shu. Farzandlar va ota-onalar o'rtasida ko'proq sirdishishning muhimligi, o'zaro tushunishning muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Menimcha bu filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan voqelik bizning jamiyatimizda bo'pmi, shahar turmushida yashayotgan oilalarda dal yuz berayotgan hodisa deb o'ylayman. Ya'ni bizning shahar turmushining bu sur'ati tezroq. Farzandlarimiz cho'ng bo'lgandan keyin ular xizmat, har xil munosabat sababidan oilasini, cho'ng oilani bo'lma ota-onasini maqsadsiz holda hamda to'laroq yo'qlab turmaydigan, yo'qlayolmaydigan, vaqt qaralida ularning ahvolini so'rab bo'lolmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib, qallasida paydo bo'lgan ba'zi bir uqishmaslikni yeyish uchun harakat qilmaydigan, ammo shunday bir ishlar bor, bu haqiqat. Shuningga mushu voqelik orqali, filmdagi voqelik orqali yana bir jamiyatga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan bir fikr nima desa, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi uqishmaslik, tushunishmaslik faqat o'zaro sirdishish, ko'ngil bo'lish, alaydan vaqt chiqarib ko'proq fikrlash orqali menimcha cho'qim yaxshi ifodasini topadi degan bir fikrni o'tirib qo'ymoqchi deb o'ylayman. Bu yolg'iz oilaviy munosabatni tanlash uchun emas, balkim keng jamiyatdagi har soha kishilar o'rtasidagi munosabatni tanlashga cho'qim foydali. O'zaro ko'ngil bo'lish, o'zaro tushunishni cho'nqurlashtirish. Hayat tutken bergeynu Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmaqda ha. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tirmizmi? Ha. Tamam qilmagan. Ben o'lab ketsam-mi, sen bu uydan bir qadam ayrilmaysan. Voycan bular dada. Oyag'ay aralashmaylar qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, mashtingizni qiliblar. Of dada, qusqum oshmidi. Limon axshimiz qilsa. Voy dada! Limanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik
kıldın ha? Voy aça! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Beraber çay Pardon. Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Құрдың ба дегенді başka neymiş bir әліді? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyme bulam. Dayım akam kılgan basa. Akamның toğra. Qanday olsa memsinden balan qoy. Burada. Ya. Oğlan mı yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyün çıktı ben. Kulkan bilen öldürüz bizge göremsen. Dadanın aldı bir halk pul taşlap versen ama yani şu sokmak deb yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz açma. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeymiş, yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeymiş, yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı, kızbamı asraşma. İnaklık gevheri kaldı, şit kızbamı asraşma. Yandaş var mı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin tapalmasın cay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat rahmamış. Her dilde memnunluk bulsun barşıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savol. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat
hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy sabah esingdan ketmasin shu oddiy sabah